Assalomu alaykum qadrdonlar. Hormanglar, tinchmisizlar, salomatmisizlar? Juma ayyom bugun hammaga muborak bo'lsin. Jo'jalarimiz kecha baraka bo'ldi hammasi. Zakazimiz to'ldi. Shu bilan endi qishga jo'ja kelsa, endi qishga tayyor bo'ladi. Ikkita xaridorimiz o'ylanishaverdi, ko'rib turgan bo'lsalaring, akalar jo'ja baraka bo'ldi, kechga qoldilar. O'ychini o'yi bitguncha tavakkalchini ishi bitadi degan maqol bor. Shunaqa nasib deydi buni. Mana akalar jo'jalarimiz. Bu beganaga ketgan yo'q, o'zimizni qudaga ketdi. Qudamiz bor, Qashqadaryodan. Juda yaqin akamiz. Qudamiz ham yaqin, qadrdon akamiz ham. O'sha insonga ketdi, o'sha insonga boqib beradigan bo'ldik. 100 kunlik qilib beramiz. Bundan shu 5-6 kunmikan keyin olib kelganimiz bor edi. Beshariqda o'zimizda shu vodiyda Qoraka degan qadrdonimizga o'shadiki bilan birgalikda ular hammasi ketdi. Shu 11 ming chiqadimi, 11,5 mingmi, 10 ming chiqadimi? Shu partiya ketadi. Videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, har safar like bosinglar do'rib ham. Xafa bo'lmaysizlar, like bosib YouTube kanalimizga podpiska bo'lib tursalaring, ma'lumotlardan ega bo'lib turasizlar. Hop, bitta yengilgina ma'lumot berib o'taman. Hop. Jo'jani cho'qishi haqida, orqasini katta tovuq bo'lganda qonatish, cho'qish. O'zi cho'qish chiqadigan bo'lsa, birinchi 10 kunlikgacha chiqadi cho'qishi. Demak, u tovuq cho'qiydi katta bo'lganda ham. Agar birinchi 10 kunlikda cho'qish chiqmadimi, demak, biling katta bo'lganda ham cho'qish bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda ham juda nisbatan kam bo'ladi. Agar 10 kunlik ichida cho'qish chiqib, zarar berib turgan bo'lsa, 12 kundan 15 kunlik bo'lguncha tumshug'ini kestirgan ma'qulroq. Keyin o'smaydi o'shanda. Undan keyin kattaligida kestiradigan bo'lsangiz, tumshuq o'sadigan qoladi. Shu go'dayligida kesilsa, tumshug'i o'sha o'smaydi, shu bilan qoladi. Cho'qish bo'lmaydi. Biz 2-3 partiyadan bahsi tumshug'ini kesganimiz yo'q, cho'qish umuman chiqqan yo'q. Biz oladigan jo'jani fabrikasidagi tovuqlar nasli juda yaxshi. Zot aynigan yo'q. Kannibalizmga tortgan yo'q umuman. Biz buni katta bo'lganlarini ham beryapmiz. Tumshuq kesilgan yo'q umuman, tiyilgan yo'q, cho'qish chiqqan yo'q. Ming yorug'da turgan bo'lsa ham. Aqllilar bo'lsa, svetovoy rejim qilish kerak deydi. To'g'ri qilish kerak. Katikka kirgandan keyin qilish kerak-ku. Cho'qishning nisbatini ham kamaytirish uchun svetni, qorong'ilikni ushlashadi, to'g'ri qilishadi ham. Lekin bularda cho'qish chiqqan yo'q, aytib qo'yaveray. Bemalol yorug'da turibdi jo'jalarimiz. Cho'qish chiqqan yo'q. Buni o'sha 35 kunlik bo'lganga zakaz olingan, bu kichikroq, bularga nisbatan 5-6 kunlik. Bular hammasi sotilgan, buni kataydilar. Fayzullohxon aka, o'rmang. Mana jo'jalaysiz aka. Dominantlarimiz ham kelgan edi, ko'rsatganman. Ularimizni ham zakazimiz to'lgan. Biz bilan birgalikda bitta shogirdimiz bor. Asrorxon degan yigit. O'shada aqa 1800 ta tashaganmiz. Bir 100 ta o'lgan pateriya bo'lgan bo'lsa ham 1700 ta bor. 700 tasi aqdiki ham zakaz bo'lgan. 1000 ta dominantga, dominant krasniga, qiziliga bo'sh o'rin bor. Allohga chiqaverasizlar shu dominant jo'jasi kerak bo'lsa. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Manzilimiz vodiyda, Qo'qonda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.